Assalomu alaykum hammaga. Bizda galvanika xizmatlari bor, uslugalarimiz bor. Bunaqa oddiy simdan yasalgan narsalar, har xil bu organizer narsalari bor, boshqa narsalar ham bor. Shunga oid narsalar bor. Buni biz galvanika qilamiz. Sariqqa bo'yaymiz, kumush rang qilib beramiz. Mana bu tilla rang deyiladi. Sariq, latun svet deyiladi. Shunaqa xizmatlarimiz ham bor. Bemalol aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Yuqori sifatda qilib beriladi. Mana o'zingizlar ko'rishinglar mumkin. Galvanika bu hech qanaqa kraska, parashkovoy kraska emas. Bu chista galvanika bu. Mana yaltillagan blesklarni ham ko'rib turibsizlar. Shu mana oddiy qora simdan yasalgan narsa shunaqa sariq holatga olib kelib beramiz. Boshqa narsalarimiz ham bor mana. Abrazivlarimiz bor mana. Mana bu kumush svet, mana bu ham kumush svet. Mana bu sariqlarimiz, tilla ranglarimiz, ko'rishinglar mumkin. Sifatlari juda ham a'lo darajada. Ko'rishinglar mumkin. Bemalol yozsanglar, qora metal, sim, har xil narsalar bo'lsa bo'yab beraveramiz. Aloqaga chiqsanglar, nimaligini aytsanglar, shunga qarab narxlarni ham chiroyli qilib beramiz. Bemalol yozsanglar bo'ladi. Ish jarayoni. Mana chiqqan narsalar, chiqqan mahsulotlarimiz. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar.